أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl iltifati inayet bilen biz tevhid hakkındaki dersimiz davamlaştırıp gelip 7. mevzuğun ru'yetullah degan muşu mevzusu da muş babısı to'xtab qolgan to'q inşallah key yerimizden devam qilamiz. Ru'yetullahi Teala. Allah Teala'nı görüş deydi. Bu haqda Ahl Sunna vel Cema'a ve Mu'tezile muşla arlıqda ve onundan başka firqalarning aralığında birazcık bir talaş tartışlar var bununda. İnşallah bundan âli kudret müzakireleşip ötümüz inşallah. قال الناظم رحمه الله ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين إذ بجائز ألقت هذا وللمختار دنيا ثبتت. Yani o iman sahihnin qatarıdındır. Şunu ki qaralğay Allah subhanahu taala şu absarlan uyunlan emas absarlan közlen absar diyeliknizde halqiq ma kalp küzlen qaralğay bil absari ve bil uyuni ma közlen bolsa mesela ma muşama ve hissi bir narsanı kögerliknizde ayn diyen bolsa absar gen kalp küzlen qaralğan. Kalp yani absar bilan qaralg'ay. Lekin bu qarashning o'zina Alloh subhanahu taologa, lekin bu çok keyfsiz. Qandoq qaysi shaklda bu deganda qaysi rangda degandek bu keyfdan uzoq. Uning keyfiyatining qandoqligi undaq keyfsiz. Valan hisari va uningcha u qaysi tarafda qanchalik, uning miqdori qanchalik degan o'xshash uningki masofa, jiha va uningdan boshqa nimacha u taraflarni uningdan uzoq. Muqobala masalan buningsiz masofa, jiha va muqobalasiz inhisar degani. Buningsiz qariladi. Nim bilan qalb ko'zimiz bilan qariladi. Uning o'zi sog'lom iymonning qatoridir deydi. Mu'minlar uchun shundoq. İz bi caizin ulliqat. Çünkü ta'alluq qilindi, buni caizlik bilan ta'alluq berildi. Valil muhtari dünya sabatat ve muhtar için dünya hem sabit bo'ldi deydi. Mabet sal qisqaroqkan nima deganligi to'g'ri ro'shanlashmay qolib qoldi. Temenni ko'ramiz inshaalloh. Al maqsudu bir ru'yati huwa inkishaful mar'i inkishafan tamman wal alatu allati taqa'u biha hassatul basar allati awda'aha Allahu fil kainatil hayyati. Am yani ki ru'yetle bo'lgan maqsad ru'yatulloh dedi. Ru'yetle bo'lgan maqsad nima esa ko'rish deganning o'zi ko'rilgan narsaningki mar'ining ro'shalishi, oshkor bo'lishi deydi. To'liq oshkor bo'lishi. Ko'rish degan gap bundan ko'rilgan narsa bu to'liq ko'rildi degan maqsad deydi. Ru'yatla bo'lgan maqsad mar'ining ro'shalishi. Vayna o rü'yetle muğam maksat nemez bir aletlenki şu da alet bilen közün bir körüş kuvvetin Allah subhanahu teala onu şu kainat dünyasındaki canlılık kainat dünyasında ini amanet koygan şu körüş kuvvetinin çoğu sezgürlüğü aşın sizimcallığı onunla hasıl olgan, onunla bir tushirgan bir sayman o deydi.
u bir olat. Ru'yat bilan bo'lgan maqsad u bir olatga shu olat bilan bir basarniki ko'rish quvvatniki sezgurlik tushidi ki alloh subhana taolo uni jonliq koinot dunyosida omonat qo'ygan ko'rishdan iborat bu quvvatning sezgurligi bilan hosil bo'lgan ondan yuz bergan bir olatdir deydi. الكلام في رؤية العباد ربهم ينتظم ثلاثة أمور. Emre bendelerinin öz perverdigarını körüş hakkında kalam yantadimu salasata umurin. Bendelerinin öz perverdigarını körüş hakkında kalam bu üç nersige retlenodu. Üç şıkço tertip tapıdı olaydı. Birinci el evvelu hel hiye mimma yücevvizuhul aklu. Allah subhanahu teala'nı bendelerinin körüş deyin gep, muş gepni o'zi. Zat bu aql buni durust sanamdı qandaq bu bir. Aql buni durust qilamı qilmamdi. Ikkinchi as-sani hal fis sam'i ma yadullu ala jawazi. Bu sam'ida yani delilda bu bir narsa varmı ki uqtirdigan. Şu ru'yetning javozini uqtirdigan narsa bormi yo'q degan bu ish tartibda uch narsa. İkincisi bu. El fis-sem'i. Mesela seb'iyatta biz kitab-ı sünnette kelgan şu haberlerde biz anlayotgan kitab-ı sünnetninki haberlerde aş ru'yetning javozligini Allah subhanahu taoloni ko'rishning ekanligini durust sanaydigan bir narsa bormi? Üçüncü hal es-sem'u yujawwizu vuku'aha fid dunya. أو هل ما ورد فيه إن دل على الجواز خاص في الآخرة. Üçüncü bu sem'i. Bu ayet ve hadisin kelgen bu biz anlayatkan ayet hadistin bayıkıgan, düşenigen, anlayan bu haber, kitap sünnetten anlayan haber. Durust kılamdı bu sem' bu rü'yetten çoğu yüz berişini dünyada yüz berişini durust kılamdı. Kitab-ı sünnet kelgen biz anlayatkan bu haber bu rü'yetullah ne Allah subhanahu teala'nı körüş degan ki dünyada mevcut buluşunu durust kılamdı kılmamdı. Ya ki bu sem'idi kelgen narsa bu haber o şu rü'yetullah hakkında eğer durust olgan bolsun mu eğer bu durust uqtugan bolsun bu ya ki ahiret kil has mı al ahiretlamla körügen gap mı? Demek bu haqda bendelerinin öz yaratqısı, öz Rabbini körüş degan hakkı kalam üçki tartib tapıdı o deyilmiş şundaq. Ama anil evveli أما عن الأول من هذه الأمور فقد ذهب المعتزلة فقد ذهب المعت... فقد ذهب المعتزلة إلى أن العقل لا يجوز رؤية العباد ربهم بل العقل يحكم بامتناع هذه الرؤية. Ama birinci göz qaraşdın bu işladın, bu işləsin boğan birincisinden Mu'tazila firqasi şunu ibadet çuqum aqli Allah subhanahu taola'nınki aqlicho bendelerinin öz Rabbi ve yani Allah subhanahu taola'nı körüşünü aql durust qilmaydi o degan veribdi. Balkim aql hukm qiladi bu körüşünün mamnu ekanligi, mumtani ekanligini durust qiladi. Shuni hukm qiladi o deydi. Mu'tazila firqasi shuni veribdi. Allah subhanahu taola'ni wala dunyoda wala uqbada yani ahirette, al-ahirette bu müminler onu köremeydi o. Dünyayı köremeydi, o dünyada köremeydi o. Görüş mümkün emez. Akılının muktezasını bana depti. وأجمع الأئمة من أهل السنة على أن رؤية العباد ربهم مما يجوزه العقل. وأهل السنة بغان
Sünnet vel cemaatın boğan bütün ümmetil İslamiye şunu icma kıldı ki bendelerininki öz perverdigarının özüne körüş onu ço akıl durust sanaydıgan akıl onuğa ruhsat kılıdıgan mundaq bir işlerini katardın ve akıl durust sanaydı deyinde akıl basak mı akıl durust sanaydıgan kata işlerini katardın bendelerinin öz perverdigarını körüş almakta mesela ve amma anil emr sani ama işkinç kesek zat ru'yatın durus ekanligi bo'lgan, durus ekanligini uqtirgan bir dalolatda bir nimada sam'iyatdan bir narsa bormi yo'qmi degan ikkinchi shu tana faqad istadalla al mu'tazilatu ala ra'yihim hada bi adillatin aqliyatin va naqliyatin. Ammo ikkinchi ishtinki, ikkinchisi qaysi desa, al pis sam'i ma yadullu ala javaziha degan shu. Bu ru'yatullahni ko'rish haqida sam'ida ashni uqtirgan bir narsa bormi yo'qmi degan buni kelganda mu'tazila firqasi shunga o'z ra'yiga, o'z fikr qarashlariga o'zlariningcha bu fikr qarashlariga bir qancha aqliy va bir qancha naqliy dalillardan dalil talab qildi deydi. Amma daliluhumul aqliyu pamupaduhu. Amma ularninki mu'tazila firqasiniki aqli dalili o aqli dalilning ifodasi. O'qitilgan ma'na mazmuni paydo etkazuvchi bo'lgan uningki mazmuni. إن الرؤية تحتاج إلى مسافة وجهة ومقابلة بين الرائي والمرئي ويلزم من ذلك أن يكون المرئي جوهرا أو عرضا وأنه في جهة وأنه يشغل حيزا من الفراغ إلى آخره وهكذا وهذا كله مستحيل بالنسبة لله الذي ليس كمثله شيء فاستحال ما أدى إليه وهو جواز الرؤية. أم ularninki akli delili ve o delilin çoğu ifadesi, payda etkizgen nersi. Okume. Hakikaten ru'yet degan gap bir orliqqa, bir masofaga muhtoj. Bilan so'ng ko'rdim deganlikni o'zi yo ko'raman deganlikning o'zi ma'lum bir yerda bir bo'shliq orliqda bo'lishi kerak deydi. Bu ro'y bilan mar'iy orliqda bir masofa ko'rish bilan ko'rilguchi orliqda masofa bo'lgan bo'lsa ko'rdim deganlikni o'zi deydi bular. Va bir jihat usuludi. Birda bir tarafda ya o'ngda ya solda ya orqada kendi ya ustida degandek bir jihat usul va muqobala baynar roi val mar'i va uning uchun bir va masalan ko'rdim deganimiz bir muqobalat usulida roi ile mar'i orasida muqobala. Yani mesela onunki udul mu ya onundan bir yancarak kışpışarak bir taraf mı diyendek. Bunu muhtaç oldu o depter bulanı göz karşıda. Rü'ye denge masafa ciha ve mukabele muhtaç oldu da köyüşlerin körülgüçü arlığı da. Bu gaptin lazım keledeki çokum mer'i onda kokanda ya cevher oluş lazım keledi kendeydi. Ya araz oluş lazım kendeydi de. Bu gap lazım geldi. Mer'i, cevher ya araz oluş bu. Oluş lazım keledi. Bu demek bu vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala ikkisining bir sulushto'g'ri keldi. Ya cevher ya araz degandek. Ularning ko'z qarashida. Va chuqumcho yana u va annahu fi jihatin. Yani chuqum u mer'i birda bir taraf bo'lgan bo'lsa va chuqum ash mar'iy ko'rilgan narsa u meni masalan ko'rmoqchi bo'lgan narsa Alloh subhanahu va taolo shu mavzu shu tana va chuqum u mar'iy bo'shliqdan bo'lgan ma'lum bir o'rinnichu ishg'ol qilib oladigan ya'ni shundoqchu mashg'ul qilib bu bo'shliq o'rinni egallab oladigan mandaq usul buni muhtoj bo'ladi deb bularning qarshida undan boshqa bunun hammasi Allah subhanahu wa ta'alaga nisbeten muhal.
ki Allah'ın o'xshash hech qanday bir narsa bo'lmagan Alloh subhanahu va taologa nisbatan bu mahal debdi bu nimalar Mu'tazila. Bu mahallıkka appagan narsa nima deganda bu mahallık appagan narsa ru'yatninki javozligi. Bu batil. Ularning qarshida masalan ru'yatning javozi batil bo'lgan bo'lsa, bunaqa adamir ru'ya ko'ranmaslik haq degan chiqdi-da. Ru'ya javoz bo'lgan bo'lsa, ru'yatning javozi bu shu muhalliq olib borgan bo'lsa, bunaqa adamir ru'ya, ya'ni ko'ranmaslik, Alloh subhanahu va taoloni ko'rish imkoniyatining yo'qligi, vala dunyoda, vala uqboda ko'rishning yo'qligi nima? Bu haq deyiladi bular. Bu hamda ularninki Mu'tazila firqasiniki aqliy dalili. Wa adillatuhum an-naqliyatu hiya يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإدراك البصر إذا كان هو الرؤية فقد نفاه الله عنه لأنه نقص في حقه وإذا كان لازم الرؤية فنفي اللازم نفي للملزوم فنفي الإدراك نفي للرؤية كذلك وقد نفى الله رؤية الأبصار له لأنها نقص فإثباتها يكون مستحيلا عليه ويستدلون كذلك بقول السيدة عائشة رضي الله عنها من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ولو لم تكن الرؤية مستحيلة بالنسبة إلى الله لما جعلتها فرية عظيمة. Ularning hamda oyat hadisda bo'lgan naqliy dalili tavandikcha deydi. Alloh subhanahu va taolo deydiki, la tudrikul absar va huwa yudrikul absar. Hech qanday bu Alloh subhanahu va taoloni shu ko'z topolmaydi. Hech qanday ko'rish bir quvvat buniki ko'rishni borib bu quvvat uni erisholmaydi, ko'rolmaydi. Balkim va huwa yudrikul absar. Balki o'chi butun bu ko'zlarni, bu ko'rish quvvatlarni, basar. Buni bilib qoladi. Allah subhanahu wa taolo buni ko'rib turdi. Ammo u nima uchun Allohni bu ko'zi uchun ko'rolmaydi, uni hargiz ko'rishga imkoniyat erisholmaydi. Ben bu nima emasmi? Qur'oni Karim degan dil emasmi deb Mu'tazila firqasi oyat karimidan bu dilni dil qilib. Ular deydiki, masalan, basar idrakul basar. Bu ko'rishninki mumkinchiligi, ko'rishning idrakul basar qachon u bo'lsa ru'yat bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni ko'rolmaydi degan bu idrakul basar, uning o'zi biz ru'yat desak, Alloh subhanahu va taolo uni o idrakul basarning o'zidan nafiy qildi deydi bular. La tudrikul absar deb uni hech qanday ko'zi ko'rolmaydi bo'ldi. Alloh uni nafiy qildi deydi. Chunki u idrakul basar Allohning haqqida o kamchillik, o nuqsonlik deydi. Qachoniki bo'lgan bo'lsa, bu idrakul basar bu ru'yatning lozimi bo'lgan bo'lsa, idrakul basar degan gapning o'zi ru'yatning lozim bo'lsa, lozimning nafisi nafidur, malzum nafi qilishdir. Qachoniki bo'lgan bo'lsa, bu idrakul basar degan gap ko'ranmaydi degan gapning o'zi biz bu malzum desak, la tudrikul bi idrakul basar malzum uzran lozim ru'yat malzum debdik. Qachon bo'lgan bo'lsa idrakul basar bu ru'yatning lozim bo'lsa, ru'yat malzum idrakul basar uchun lozim desak, lazımның nefisi ki bu lazım ne degan to'q idrakul basar.
Lazım degan to'q. Lazımның nepisi la tudrikul absar degan lazımның nepisi ben onu ko'zlar ko'rinmaydi degan lazım nepisi nepidir melzum nepi qilishki melzum nepisidir ki ru'yatning nepisidir. Men lazım nepi qillik la tudrikul absaru degan lazım nepi qillikning o'zi bu melzum nepi qildiki ru'yatni nepi qiladi deydi. Qachoniki bo'lsa idrakul basar ru'yatning lozim bo'lsa maydor bo'lgan gap undan qaraganda ru'yat malzum idrakul basar lozim degan chiqdi oyat karimniki panapkul lazimi napyunil malzumi la tudrikul absaru degan mushu ru'yatning lozim bo'lgan la tudrikul absaru degan lozimni nafiy qillik nafiy qilish turib malzumniki ru'yatni nafiy qilish deydi. Fanafyul idraki nafyun lir ru'yati kazalik. Şuna o'xshash idrakning nafisi o nafiydor nima ru'yatni ham nafiy qilishdir deydi. Meğer ki la tudrikul absar deb idrakni nafiy qilib meyda nimalan harf nafiy bilan nafiy siyg'isini la tudrikul absar deb keltirganlikni o'zi bu nafiy qilishdirki ru'yatniki uni ko'rinmaydi. Allah subhanahu taoloni dunyoda va uqbada ko'rish mumkin emas deganlik deydi. Bu mo'jizalar firqasi bu oyatlar bilan o'zining ko'z qarashiga dil talab qildi. Va dil talab va chuqur nafiy qildi Allah subhanahu taolo absarning ru'yatini o'zi uchun bo'lgan o'zini ko'rish o'zini bu ko'zlarning ko'rishni alloh subhanahu taoloning ko'zlarning ko'rishni nafiy qildi la tudrikul absar deb chunki bu ko'zning ko'rishi alloh subhanahu taoloning naqislik bu kamchilik deydi uni isbot qilish ru'yatul absar ru'yatulloh deb ha, buni isbot qilishning o'zi alloh subhanahu taolo haqida muhal bo'lgan bo'ladi deydi. Val delil talab qildi o'yna bu mo'jizalar firqasi shunga o'xshash adamur ru'yaga. Ayşe anamız radhiyallohu anh'nınki so'zlandi. Nima degan Ayşe anamız bir kimiki desa, haqiqatan Muhammad alayhisolatu vassalam o'z parvardigorini shu Mi'raj kechiladi demoqchi hamda bunada ko'di degan bo'lsa Alloh subhanahu taologa cho'ng bir nimani bir to'qim bo'htonni to'qan bo'ldi debdi. Bundan dalil talab qildi. Agar bo'lmagan bo'lsa ru'yat mustahil ko'rish Alloh subhanahu taologa nisbatan ru'yat mahol deymiz. Agar mahol bo'lmagan bo'lsa-da albatta qilmagan bo'ladi. O Ayşe anamiz radhiyallohu anha o ru'yatni chu firya azima cho'ng bir iftiro, cho'ng bir gunoh qilmagan bo'ladi. Meda fakat a'dama alallahil firyata deganlikni bu ko'rish muhalken degan chiqdi deydi. أما الآيات والأحاديث التي يدل ظاهرها على جواز الرؤية فيجب صرفها عن هذا الظاهر وتأويلها بما لا يتعارض مع الدليل العقلي والنقلي وذلك بتقدير مضاف وهو الرحمة أو النعمة في مثل قول الله إلى ربها ناظرة أي إلى نعمة أو رحمة ربها وكذلك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي النعمة أو رحمة ربهم لمحجوبون مثلا ama onun görünüşü ru'yatni durust qilishqa ru'yat ko'rish durust deganga o oyat va hadisninki ko'rinishi shuni o'qitigan oyat hadis kelsak buni bu ko'rinishidan qaytarib o'tish lozim deydi. Buni zohirdan boshqa tarafga ta'vil qilib burash lozim. Ta'vil qilish lozim. Ve akli ve nakli delgi üstüp kalmaydigan taarruz küp kap kalmaydigan şekilde taarruz küp kalmaydigan narsiga bununcu zahiriden bunu tevil kılış lazım deydi. Qanday deganda mesela aş şu
Mudopni taqdir qilishlar. Bu mo'tazila jamoasiniki bu firqaniki dalili. Shu qandoq masalan ta'bir beriladi deganda, o ta'bir berilishimiz mudopni taqdir qilishlar. U mudop bo'lsinmi, yo rahmat yoki ne'mat degan mudopni taqdir qilishlar ta'bir beriladi. Masalan, ila robbiha nadirah degan Alloh subhanahu va taoloning qavlining o'qishida mudofni taqdir qilishlan bo'ladi. Ya'ni u Allohning o'z Parvardigoriningki nimaga ila robbiha o'zining Robbiga qarab turuvchi degan ay ila ni'mati aw rahmati robbiha degan gap. U Parvardigorningki, ya'ni o'zining Robbining nimasiga ne'matiga yoki Robbining rahmatiga qarab turuvchi degan gap. O'zi Robb taolaning o'ziga qarab turuvchi emas, o'zini ko'rish mumkin emas degan bo'ladi. Vala dunyo vala uqbada ko'rish mumkin emas. O nadira degan o'z Parvardigori qarab turuvchi deganimizni Parvardigorining ne'mati qarab turuvchi, ya rahmati qarab turuvchi deb ma'noga hamla qilindi. Buni ta'vil berildi deydi bular. Va shunga o'xshash ta'vil berildiki, kalla innahum ar robbihim yawma izin lamahjubun. Yani hergiz mandak emas. Hakikaten o nimeler karşı septikiler. O din düşmanları, o kapırlar özürünün perverdigarden aşküllerde perdlengen doğru. Demek kapırlar perdelenip de körenmeydi. Onun muhalifisi şu. Müslümanlar köreley diyen çıkantı. Bunun tevlürümüz dedi ola. Bu nadigelligi kella innahum ar rabbihim diyen ey en ni'met rabbihim yaki ey en rahmet rabbihim. Özünün perverdigarının kiço nimetinden perdelenudi ola. O perverdigarının ço rahmetinden perdelindi ola. O kunda kıyamet günde kapırlar. Degan chiqdi bundan ne'mat ya rahmatdan iborat bu mudofni taqdir qilishlar bu oyatni shu aqliy va naqliy dalilga ta'aruz kelib qolmagan darajada zohirdan bundaq tasrif qilib ta'vil qilish lozim debdi. أما أهل السنة فقد استدلوا على جواز رؤية الله تبارك وتعالى بالعقل والنقل ودليلهم العقلي أن الله موجود وكل موجود يجوز أن يرى فالله يجوز أن يرى ودليلهم النقلي أن في السمع كثيرا من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة التي تدل صراحة على جواز رؤية المؤمنين ربهم minha temendik ayetler. Ama ehl-i sünnet vel cemaat kelsek ulaço bu Allah subhanahu teala'nın meyli dünyada meyli ukbada olsun Allah subhanahu teala'nın görüşünün dürüst ikenliğine akli ve nakli delillenço delil keltüdü. Ularının akli delili olsa kaysetse çünkü Allah mevcuttur. Allah var. Her qandaq mevcut olan narsa onu ko'rish durust ko'riladi u. Demak, Alloh ko'rilish durust debdi bir yerda bir qiyos so'roq bir mantiqiy bir nimaga tayanibdi. Dalilga. Ularning naqliy dalili qaysisi cho'qim samada. Yani oyat va hadislarda ko'p nimalar bor. Oyat karima va ko'p hadis sahihlar bor. Ki sarahaten uçtun uçuk müminlerin çoğu öz perverdigarını körüşünün duruskelliğini sarahaten aldı. Uçtun uçuk uqturduğun çoğu köp ayet ve köp hadisler bağ deydi. O nimni ki delilini qatardım ona. O köp ayet ve köp hadisini qatardım ona. Mesela birinci يقول الله سبحانه في حق المؤمنين يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Yüzle şu kıyamet günde naiti pak
qarab turuvchi, tabassum, bashush, xushxuyollidir. Ular öz Parvardigariga u yüzle öz Parvardigariga qarab turuvchidir dedi mana. Ko'rib turuvchidir deb. Buna qıdım deysiz deydi de Ahl-i Sünnet vel Cemaat'e, Ahl-i Mu'tezile'ye redden. وهذا نص في تكريم المؤمنين يوم القيامة بالنظر إلى ربهم وحمل النظر إلى الانتظار وإلى على أنها اسم على أنها اسم مفرده على آلاء بمعنى النعم النعم والمعنى ينتظرون آلاء ربهم كما يقول الجبائي بعيد عن أسلوب القرآن البليغ. Bu anda bir nasdır. Müminlerini kıyamet günü de öz Perverdigarıgço qaraşlan billa kıyamet günü müminlerini uluglaşta, muşan mukapatlaş jarayonidagi nasdır. Buna hech qanday gap, tavil, u bu, aql sig'maydi, nas bu. Ham bu nadarni intidarga hamla qilishning o'zi Vujuhu yevmeydin nadira ila rabbiha nadirah degan bu nadirah ne? İla rabbiha muntadirah deb bu nadarncho nadirah ne? El muntadir deb intidarga hamle qilish ila rabbiha nadiratun degan bu nadirani bu nadira qarab turuvchi emas. Ash o'zining Rabbining ne'matiga muntazir kutib turuvchi, muntadir bo'lib turuvchi deb nadarni bu yerga hamle qilish, intizorga hamle qilish. Ve ilani ila rabbiha degan bu ilani hamle qilish shuni hamle qilish uchun bu ila degan ism bu deydi. Bu yerda ila degan ism. Onun mupridi ala degan ne'mat degan bo'ldi. Tabiiy ala rabbikuma degan tukazziban deganni qo'shish bu ala buni mupridi. Demak ila bir ism, onun birligi ala debdi. Asli ila mufrad, ala onu cemi sonuç kerak. A'ladır. Bu a'la nimet ma'nili. Ma'na nima bo'ldi desa, kutib turdi ular o'z Parvardigarining ne'matlarini, o'z Parvardigarining ne'matlarini kutib turdi, muntazir turdi degan chiqdi deydi. Qanday buni jabbai debdi. Bunun o'zi Qur'oni Karimning nihoyatda balog'atlik uslubidan to'liq uzoqlashib ketganlik deydi. Bir yerdeki ila rabbiha nadirani intizar manistep ilani bir yerde ço ila öz manistemez bu yani bu isim harf emez bu. Bu yani nimet mende ila yine demek çoğunu da ilan evet vucuh yumaydın nadiratun nimeti rabbiha muntadiratun dep mandak taavül geldik bunu amli kaldık. Bu Kur'an-ı Kerim'den uslubudan naide bek uzak telip uzak gidip kalgallayak bulaydı. Ve hazil ayetu تفسر قول الله تعالى على الأرائك ينظرون أي ينظرون وجه ربهم كما تفسر قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالزيادة هي الرؤية كما قال ذلك جمهور المفسرين. Bu ayet-i kerimende tefsir kıpırdı. Bu ayet ne? Ve hazil ayeti tufassiru. Kavlullahi Teala ve zikrek. Bu ayet ne? Bu ayet tefsir kıpır bu ayet ne? Allah subhanahu teala'nın bu sözü ki alel araiki yandurun. Ular sahpada oturup yölençüklerde Allah subhanahu teala qaraydı. Digerlikinin özü bu Allah'ın üzü qaraydı diyen çıkmamdır mağdur. Den de ehl-i sünnet vel cemaale bu neme geçiyor? Ehl-i mu'tezilere reddiye verip. Yölen çok sapalda şunda alayda muşun usulü yölünüp oturup karaydı o deyip bunu kınım deysiz. Bu ayet aşın tefsir kıpırdı. Ucuhu yevmeydin nadira ila rabbiha nadira degan ayet ne? Ayetin tefsir kıpırdı. O deydi. Bu ayet birinci ma mufassir yukarı ayet mufassir buldu. Bu tefsir kıpırdı. O deydi. Yani karaydı ola özünün Rabbinin yüzü karaydı degan çıktı. O deydi. Kandak ki tefsir kıpırdı. O yukarı ayetni
Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözü ki lillezine ahsanul husna ve ziyade. Anda bir zatlar için ki ahsanu, ihsan degan hammamiz bilamiz. Ki enneke tarahu fe in lem yakun tarahu fe innehu yarake degan ihsan şu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Dehyetil Kelb degan sahabinin sürtüde kelgan Cibril Aleyhisselam bo'lgan suhbatda mal islom, mal iymon, mal ihson, mas saa degan to'rt xil savolga javob berganda bu ko'pchilikga ma'ruf. Bunga al ihson degan nima degan an ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka deb javob berganda Alloh subhanahu wa taolo xuddi seni sen Alloh subhanahu wa taoloni ko'rgandek shundoq ibodat qilgan ko'rgandek shundoq yaxshilik qilgan agar sen Alloh subhanahu va taoloni ko'rmasang Alloh seni ko'radi ko'rmagan bo'lsin ko'rgandek ibodat qilishing kerak degandek demak mush holatdagi mushundaq taqvo muxlis mushundaq yaxshi musulmonlar uchun husna va deydi husna nima u desa husna ya'ni jannat va husnadin cennet var. Lillezine ahsanu için takvadar en yaxşı salih Müslümanlar içindir. Husna var ki cennet var. Ve ziyade cennetlerle emez. Ve ziyade ki onunun artığarak var ki bu mükafatın artık yeni bir mükafat var ki Allah subhanahu teala'nın cemalini görüş var. Ziyadet diyen Allah subhanahu teala'nın cemalini görüş. Ziyadet diyen nima? O ziyadet ya ru'ye. Qanday mufassirlarning ko'pinchisi mushundoq tafsir qilganga o'xshash ru'yat bu yerdagi nima ziyodat bu yerdagi nimasi ru'ya deydi alloh subhana taoloni ko'rish demakchi deydi وقد أثبتت السنة الرؤية في الآخرة بما لا يقبل الشك كقوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أي الرؤية ستكون واضحة كرؤية القمر ليلة البدر. Hoş. Hakikaten ispat kıldı. Sünnet bu ahiret için sünnet sahiha ahirette rü'yetini ispat kıldı. Ahirette müminler için Allah Teala'nı köreleydi o. Körüdü degan ahiret rü'yetini sünnet sahiha ispat kıldı. Nimeler hiç qanday şek şübhini qabul qilmaydigan sahih hadislar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam siz o'xshash ki hakikaten sizlar Parvardigoringlarni qandaqki tulun oyni Bedir kechasida tulun oy kechalarida 14 kunlik masalan shu tulun oy kechalarida oyni shundoq ro'shan uch ko'rganga o'xshash Parvardigoringlarni oxiratda ko'ralaysizlar dedi. Ya'ni ru'yat demak ro'shan bo'ladi. Xuddi aynı köyün o'xshash Bedir kechida 14 kunlik kechalarda 14-chi kechidagi Bedir oydak ro'shan oyni ko'rganda ko'rish mumkin mumkin emas ko'riladi demak deydi. ولا داعي لتأويل هذه النصوص الصريحة وصرفها عن ظاهرها بتقدير مضاف أو ما شابه ذلك لأن حمل الأسلوب على الحقيقة أولى من حمله على المجاز ما دامت الحقيقة ممكنة. Bu sarahaten bu hüccetni, bu nasni, ayet ve hadistin bo'lgan bu nasni tavil berishga hech qanday bana sebep yok. Hech qanday sebep yok. Bunun dahirden onunki yeni bir tarafga qaytirib sarf qilishga bu nim qilishga misol muzofni taqdir qilib yoki muzofning o'qishniligi iloni bu yerda harf emas ism bu ilo degan a'lo degan ne'matmanda da jo'rib buning o'xshashlarini taqdir qilishga hech qanday benim yo'q bir bana sabab yo'q bir doya yo'q bu sarohatan nasl o'zini tavil qilishga doya yo'q
Çünkü bu bir nesne üzerine لأن حمل الأسلوب على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. Mesela bir narsa hamle qilishning uslubi. Uslubni hamlasi yani haqiqatga hamle qilishning uslubni hamlasi haqiqatga avladir. Onun için majoz hamle qandin. Bir narsa beobdan öz minishida yo'lning o'ttirisi ketyapsa, buni g'atchilikla men bir taraf burg'andin, ay o'zing mang'an yo'liga, o'zing haqiqiy yo'liga, yo'lingiz mushu debliklar to'sqinlik qilmasdan, ashsin ketgan yo'liga hurmat qilib, ashbat qo'yib bergan yaxshi emasmi? Uni yen bir taraf qaratgandin deydi. Demak, hamlening haqiqati, hamle bu uslubni haqiqatga hamle qilish yaxshiroq emasmi? U uslubni hamle qilishdan majoz hamle qilishdan haqiqatga hamle qilish yaxshi emasmi? O'z haqiqatiga bo'yicha tushunaveraylik oyatni. Yimi tarafga bana muzaffer taqdir qilmiz. Bunu da iladgani bu harf emas, ism bu ala ne'mat manda davjigani o'rniga o'z haqiqatini tushunaveraylik. Nadir nadir deb tushunaveraylik. Ila Rabbiya nadir degan ko'rib to'g'risiz degan bo'ldi deydi. Qachoniki haqiqat mumkinlam bo'lsa edi, agar faqat haqiqatni haqiqat holatida tushunish mumkin bo'lmaganda ananiki majozga hamla qilib qilsak mayli. Bikkadan baka uni tavil qiliniq nimasi bu baka haqiqatni burab majozga hamla qilib qarat qilgan foydasi nima? Uni sabab nima? Hech qanday sabab yo'q. Yani hakikaten mümkün olsa hakikat bunca davamlaşıversin deydi. İkinci yakullahu hikayeten en kelimihi Musa aleyhissalatu vesselam. Kâle Rabbi arini andur ileyk. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه الرؤية، ولو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها عليه الصلاة والسلام، فإنه رسول يعلم الواجب والجائز والمستحيل في حق الله، وسؤاله المستحيل لا يكون إلا عن غفلة أو جهل، وكلاهما مستحيل على الأنبياء. ولا يجوز أن نقول إنما سألها ليبين لقومه أنها مستحيلة كما يقول المعتزلة، فإنه يكفي أن يخبر قومه باستحالتها، ثم إنه عند السؤال لم يكن معه أحد من قومه ليشهد هذا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يسأل لنفسه لأنه يريد أن ينال منزلة المشاهدة بعد أن نال منزلة المكالمة، والمشاهدة أعلى منازل الإدراك. ونستطيع أن نأخذ من الآيات دليلا آخر على جواز رؤية، فإن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية على أمر جائز وهو استقرار الجبل، وكأن الله يقول لموسى عليه الصلاة والسلام إنك لن تقوى على المشاهدة ولن تتحمل هذا التجلي، وسأجري أمامك تجربة على الجبل وهو أقوى منك وأكثر تحملا، فإن تحمل الرؤية واستقر أمام التجلي الأعظم كان من الممكن أن تجاب إلى طلبك وأن تنال هذه الأمنية. وقد أجريت التجربة فعلا، وتجلى الله تعالى للجبل فاهتز ولم يقدر على مشاهدة الجلال والعظمة وأصبح دكا، وخر موسى عليه الصلاة والسلام من هول ما أصاب الجبل صعقا، فما كان يصنع موسى عليه الصلاة والسلام لو أن التجلي كان له. ولا معنى لقول المعتزلة هنا إن الرؤية علقت على أمر مستحيل وهو استقرار الجبل حال تحركه، فمن أين لنا هذا القيد؟ وليس هناك ما يدعو ولا ما يشير إليه. İkinci emde bu ahl-i sünnet vel cemaat'de de yine mu'tezile reddiye verip Allah subhanahu taala Musa üzün kelim olgan Musa kelimullah Musa aleyhisselatü vesselam nikayet kıp ahvalda nikayet tuzaydı ki dedi deydi
Kale dedi Musa Aleyhisselam ey perverdigarım erini ko'rsatgin ma jamalini ko'rsatgin qarayman endi sana dedi de nima deb Allah subhanahu wa ta'ala len tarani hargizim ko'rmaysan meni lekin o taq qarag'in agar taq o'z o'rnida tura olsa anandan keyin sen meni ko'ralaysan deb ru'yatni taqqa qaratdi. Demek çokum sordu Musa Aleyhisselam bu öz Parvardigar'dan ya da ruhiyatını sordu. Erini de ko'rsatgin ma deb. Qala Rabbi erini ko'rsatgin ma yani özünün cemalini ko'rsatgin. Ben sana qarayman deb. Musa Aleyhisselam öz Rabbidan bir yerde görüşünü sordu. Eğer görüş müstahil olan olsa lema sa'alaha aleyhissalatu vesselam. Musa Aleyhisselam o rüyatını Allah subhanahu wa ta'ala'dan sorap olturmagan bolat deydi. Çokum o Musa Aleyhisselatü Vesselam olsa vacip Allah Teala hakkında neyiminin vacip olganlığı, neyiminin caiz olganlığı, neyiminin muhal olganlığını bilirdi. Ve o Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın gibi bu suali ve sualuhu el mustahile la yakunu bu Musa Aleyhisselam'ın soruşu bu sual. Bu mustahil soruşu. Bulmaydı bu gafletten emez. Ya ki cehliden emez. Musa Aleyhisselam bu ahvaldan bilinmeye kalıp ya gaflet kılıp kalmışlıktan cemalini görsetti mi de. Ve kilahuma mustahilun alel enbiyayı. Bunun işkilisi muhal. Qaysi masalan g'aflatdan so'rab qilish yo jahldan so'rash ikkalasi payg'ambarlarga nisbatan muhal. Vadurus olmaydi shuniki degaymiz biz cho'qim Musa alayhissalatu vassalam buni o'z qavmiga bayon qilish uchun, uning muhalligini qavmiga deb qo'yish uchun, voy bu ko'ngil bo'lmaydi ekan, deb o'z qavmiga bayon qilib berish uchun so'radi deyish ham durust olmaydi bu. Ana mu'tazila degandek Musa alayhissalom bu yerda özünki üzücü emasdi, öz qavmiga bu ko'rishning mumkin emas ekanligini qavmiga deb qo'yish uchun amanda ko'rgin degan jamoalarni ko'rsatgan man san ko'ray degan bu degan deb mo'jizalanadi. Bunda ish durust emas edi. Chunki cho'qim kifoya qiladi shuki shu kifoya qildiki xabar qilgan Musa alayhisalom o'z qavmiga o ko'rishni muallik xabar qilib qo'ysa bo'l yetarlikda aslida. Bu ko'ngil bo'lmaydi Alloh subhanahu taolo ko'raman deb avramanglar. Ko'ngil bo'lmaydi desa kifoya etdi. Qavmiga deyish to'g'ri kelib qolsa. Anın degan chuqum beri benim bir yerda shu jamoalingni man ko'rsatgin degan shu Misrniki Tur Sina Sant Katringa yasha shu hozirgi Rapah chegirsa Falastinga G'azroyimga chegirlash kelgan Sina viloyatining Katrin deb bir belgisi bor ekan. Bir u yerning yeni bir tog' bag'ri, Sant Katrin deb qo'ydi ekan. بيادة سمعنا عند السؤال لم يكن معه أحد من قومه يعني بعرف تقول السؤال كان جغدا أريني أنظر إليك قال ربي أريني أنظر إليك كان جغدا واشق موسى عليه السلام قومنا بركم يخطئ سمعنا عند السؤال لم يكن معه أحد من قومه bu ahvalını körüşün bir kim yoktu. Demek bunu öz kavmi için bunun körüşün muallığını haber etmek için sormadı. Fakat kan aleyhisselatü vesselam yes'elu li nefsi. Fakat bu öz nefsi için sordu bunu. Öz kavmi için onun muallığını haber kılış için emez. Çünkü buna sebep maksat kılır Musa aleyhisselam böyle müşahede mertebesi yetişke. Mukaleme mertebesi için yetip olgandan keyin Allah subhanahu wa taala ayette yakıldı. Yakkandan keyin söz işte mesela inneni ara enime Pahlana aleyk degandek inneke bil vadil mukaddes tuva degandek mesela ve mukalleme maqamidin bo'lgandan keyin u yani yetib bo'lgandan keyin amayda mushahada maqomiga ko'zlam bir ko'rsamkina degandek shuni orzu qildi. Chunki mushahada degan idrokninki manzillarninki eng yuqorisi. Anlagan, so'zlashgan u buningdan ko'zlan ko'rib qolganlik idrokninki manzilini eng yuqorisi, eng ustuni deydi. Shunga
Rab qala Rabbi arini anzur ileyk deb ko'rishni talab qilish shu deydi. Va deyaleymiz shuni degaymiz biz mana satan na'xuzamnal ayatidan va biz bu oyatın shu yana bir delilni ilishqa istinbat qilishqa yoki buni ilishqa imkoniyatimiz bor. Ru'yatning javoziga. Chuqum Alloh subhanahu va taolo ta'alluq qildi ru'yatni durust ishqa. O'zi tag'ninki mustaqil bo'lishi. Bu amr joiz, mustahil bir narsa emas bu. Susturib ve xuddi Alloh subhanahu taolo deydi Musa alayhissalatu vassalam uchun haqiqatan sen bu tag'inchi ko'rishga kuching yetmay qoladi degandek qildi. Va sen bu tajalli, bu ilahiy tajalliga mening bu jamalimni bu oshkor qilishni sen tahammül qilolmay qolishsan, ko'tarolmaysan, toqating yetmaydi degandek qildi buni o'zi deydi. Tamam sana baldı ben aldığında, göz aldığında bu bir tecrübe kıpırey. Tecrübeni icra kıpırey. Takka. O tak senden tolumu kuşluk. O tolumu çok tahammül can. Tolumu çok sabra ve nime kuşluk. Eğer muş tak muş rü'yetini tahammül kılalsa muş ilahi tecellini kötürüp işkanda kamerlap bir tevriniş, bir özgürüş bulmuşsa ve bu tağ Nimede muş tecellil adam oldu da benim ilahi tecellini oldu da müstakir bozsa işkanla bir özgürlük bulmuşsa mümkün aslında bu talebine icap kılış mümkün o vakitte makul. Eğer onda olmaydı sen bunu görmen deme. Demekçi de ve şunu ki yetkiseniz bu arzunu fethale iste. Tağının bolsa tahammül kılalsa ve tağ müstakir bolsa sen bu umniyetin fethale iste. Fiilen ameliyatçı bu nimine bu tecrübelerini icra kılındı bu takka Cenab-ı Allah yüzden ilahi sine tecelli kıldı. Ve tecelli kıldı Allah subhanahu teala bu takka şunun tak titrep gitti ve nim kılışka bu celal ve adama körüşkçü kadir bulamadı Musa Aleyhisselatü Vesselam. Nim boldu ve asbaha dakka bu tağlık tuzanıp gitti de tuzanıp gitti. Ve Musa Aleyhisselatü Vesselam yağcıklıp düştü. Nime gelse bu takka yetken naiti bu narsanın naiti korkmuşluğuna cahdedim. Çakmak o bu bir xil güldürme avazdan ibaret bu korkmuşluğun cahdedim. Bu tak yetken narsanın ibaret bu tak tahammül kılamayık. Bu narsanın korkmuşluğuna cahdedim. Musa Aleyhisselatü Vesselam yağcıklıp düştü. فما كان يستطيع موسى عليه الصلاة والسلام لو أن التجلي كان له موسى عليه الصلاة والسلام نيمي قلت مثلا eğer tecelli o Musa Aleyhisselatü Vesselam için boğan olsa Musa Aleyhisselatü Vesselam neymi kılattı deydi. Yok mana ve la mana li kavl bu mu'tezila'nınki bir yerdeki rü'yet diyen emr müstahilga bu bulmaydigan bir ishqa Alloh subhanahu taolo bog'ladi bu ilahiy tejallini o'zini zoti ilahiyni ko'rishni o'zini mumkin bo'lmaydigan bir ishqa bog'ladi deb bu deyishi bu mo'tezillarning bu so'zini hech qanday bir anlamasi yo'q hech qanday bir ma'nosi yo'q gap bu deydi. Bu amr mustahil degan qaysi desa u tog'ninki muqimlishi u tog' harakatga chog'da bu ikkisi muhal bir-birisiga zıt. Tağ hem muqimlishi shu va amr mustahil degan qaysi bu mo'tezilani qarshisiga u olsinmi bu tog'ninki muqim sabit turishi u tog' harakatga chog'da hem hareket gelip hem sabit oluş bu ijtimoiy naqzaynda mana mushunga o'xshash amr mustahilga taalluq bo'lganlik bo'ladi shuni bog'lab qo'yganlik bo'ladi bu ru'yatni deb mu'tazillarning bu xil tavjihatining hech qanday anlamasi bunun hech qanday ma'nosi yo'q deydi. Bu qayd nadindir bizga deydi. Yo'q bu yerda buningga bu tavjihatga chaqirdigan bu tavjihatga ishorat qilib uni ko'rsatgan hech qanday bir narsa yo'q bu yerda. Bu mu'tazillar bu nadnagando deydi. Demek bularınki bu taliqati bu belkim lana la aleyna demek işte bu bizim paydamız kokan nimisi bu delili
Bunu tevcihatı. Herkes bu muatsızlar bu delilini keltiriş yüzünün paydası emas, belki bizim paydamızı keltirip kaldı. Demek bir yerde buna talikat neymi? Aşkında bunun ki bu rüyetine emr mustahillik taalluq kıldı deganlikning hech qanday ma'nosi yo'q gap bu. Hem bunga hech qanday ishorat mi yo'q? Buni o'zi ko'rsatib chaqirgan hech qanday bir doim yo'q deydi. İnşallah dersimizin devamını devam ettirip ketimiz. Bugün ma'lum vaqt sebebi, vaqt itibariyle müşahede ahirleştirimiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.